Assalomu alaykum do'stlar. Biz final o'yinini o'ynaymiz. Dream Draftda oxirgi o'yin, final o'yin. 7-daqiqaga keldik. Mana tarkib. Dream Draftda ortiqcha tarkib bo'lmaydi. Tushunisham-udi? Lewandowski, Valverde, Nico, Son, Lewandowskidan zarba fantastik gol. Hazay. Chaqiryapti. Riise uni ta'qib kelyapti va Nico ololmayapti. Valverde, Son, Pau oldi. Son qaytib oldi. Hatto pas berdi Paulga. Son oldi, Son berdi. Hamma narsani Son qilyapti. Upamecano bo'ydan yutadi albatta. Son, Lewandowski dan zarba! Jichcha qoldi. Va Bastoni nega? Va Fernandeshgacha to'p kelmadi. Pacho to'pni Hernandesga qoldirdi. Hernandes Songa berdi. Son Lewandowskiga berdi. Lewandowski zarba ugala. Va Fernandesdan uzatma sondan gol emas. Valverdedan golmi? Yo'q. Sal qoldi. Qiziqarli bo'lish uchun shunaqa narsa qilyapman. Iltimos like, podpiska qilib bosinglar. Akkauntni yangi ochganman. Iltimos podpishkada bo'linglar. Faqat DLC chiqarmayman. Boshqa narsalar ham chiqaraman. Kirsanglar akkauntimga ko'rasizlar. Son Heung-min, Lewandowskiga oshiradi. Riise urdi golni. Riise. Endi o'yinni cho'zsam ham bo'laveradi. Menga oltin olsam bo'ldi-ku, nima qilaman? O'yinni cho'zmasdan gol urib nima qilaman? Baribir bundan keyin pul to'lamayman. Haligi odamlarni joniga pul to'lamayman. Bastoni, Pacho, Hernandez, Riise kimgadir berib qo'ydi. Hernandez ta'qib kelmoqda. Sutmasakan-ku, suv idish olib debdi-ku. Oblak Lewandowskiga qoldirdi. Nico Gonzalez, Upamecano ta'qib kelmoqda. Jidda sho'lar. Adam chiqadi. Udi. Riise ta'qibga Kukurelya. Pacho ta'qib qilib kelmoqda. 5 ta soldi. Gala bo'ldi. Shunaqa endi bizni uyimizda endi. Uzurlagan. Pacho o'yinni cho'zamiz.
To'pni berib. Mayli o'tamiz shekilli. Mama sizda yotaman. Kimga olib qo'ydi? Va fantastik gol urib qo'yibdi. Men bilmagandim. Bilganimda gol bo'lmasligini. Endi o'yinni cho'zib turamiz. Qanday qildi? Qanday yo'q? Şey emas. Nico Gonzalez. O'yinimizni davom. Yo'q. Xayriyat, Oblakdan save. Yaxshi. Varataga oshamiz. Varata bol kuchi bilan tep qiladi. Shun bilan birinchi o'rin tugamayapti. Mayli, qo'yib bersa menga foyda. Va gol. Rashford 9likka ko'ramiz bu golni. Qarab turinglar. Uncha 9lik emas-ku. Yaxshi gol. Full time. Va o'yin tugadi. Menga olmosimni beradi. 580 tanaqa va 55 ta olmos va mening olmoslarim ko'paydi. Buni Dream Draft'da shuni bir kunda tugatib qo'ydim. 5 kunda video tugadi.